yigit yo'qchilik o'tida yonsa, tortgani iztirob, qayg'u bo'larkan. Gar sherning omadi yurishmay qolsa, chiya bo'rilarga kulgu bo'larkan. Bir almashinar, bahorlar, yozlar, umr charxpalagi tinmaydi sira. Gohida bir guruh jo'jaxorozlar jam bo'lib, burgutni qilar masxara. Eshak, hachirlarga kundug'di qarang, tarvayib yotibdi keng yozib quloch. Taqdir zarbasidan asabi tarang dalada yo'lbarslar tortmoqda omoch. Ana botqoqlikda bulbulni ko'rdim. Ko'zlari bezovta, yurak bag'ri qon. Mana necha oyki kuylamaydi jim, chuvalchang qidirar ro'zg'or uchun. Balki meni yanglishdim, balki hovliqdim. Do'stim, so'zlarimdan topma xatolar. Qara 4-5 soxtalarga ermak bo'lib qoldi qancha daholar. Hayot qiziq derlar, tiriklik g'alat. Sim aylanadi charxi kajraftor. Tangrim, men bir niyat so'rayman faqat, bo'ladiganlarni xorlama zinhor. Aminman, yangragay sherning na'rasi, xalini kazzoblar bag'rini tilar, eshitib so'kilib jigar porasi tum taraqay qochkay chiya bo'rlar. Jo'jaxorozlardan ta'na yo'q asli, ular-ku qo'rqishar hatto soyadan. Burgut 12 oy, yilning 4 fasli, ularni kuzatar baland qoyadan. Yo'lbars yuraklardan tarqagay mardlik, shular odamiylik timsoli axir, faqat bir-biriga bo'lolmay sherik, tepib tishlab o'tar 4-5 ta xachir. Bulbulni ayblamang, bulbul boshqacha, uning o'z yo'li bor, o'zga olami. Bir o'ylang, 30 50 yoshgacha kimni chetlab o'tmish tiriklik g'ami. Hayot bu beshafqat, beg'ubor, besas. Bunda kim giriftor, kim esa g'olib. Bunda zar muzaffar, mehrchi bir xas, soxtalar e'zozda, asillar qolib. Asillar burkasin dunyoyu dunni, soxtalik dardidan asrasin doim. Yolvorib so'rayman, kunduzmi, tunmi, iymonsizlardan o'zing asra Xudoyim. Umidlar so'nmagay, orzular yuksak, yillarning yarasi bitaveradi, mangu uravergay, to'xtamas yurak, it xurar, karvonlar o'taveradi.